kengaytirish maqsadida. Aha. Issiqxonani kengaytirish maqsadi o'shanga yo kefirmi yoki sug'urta qilarmidi? Sizdan maslahat so'radim, o'zim aytib chiqdim. Yo 17 milliongacha sug'urta. 10 million olmoqchiman. Mahalladan davlatnomasi borib, Bor. davlatnomasini qo'llaring. Mahallasi. Tashlanishmi? Ishonchli bo'lsa, misol kredit qaytarish ham borda. Endi kafilsiz bergandan keyin vaqtni qaytarish kerak bo'ladi-da. Beramiz. 17 millionlikka ham kafil beramiz. 17 milliondan yuqorisiga. Yo'q, shu biz hozir 17 millionlik emayotganman-da men hozir. Beryaptimi? Qilyapti hujjatlaringizni? Nima muammo? Muammo yo'q, chiqsa bo'ldi. Tayyorlab bo'ldi. Turman, tayyorlab. Bergansiz hujjatlarni. Storyga o'tdi, muammo yo'q. O'zingiz nomingizga olyapsiz? Yo'q, qizim nomiga. Sizda nima? Bizda yaxshi chiqdi kreditimiz. Boshlig'imiz yaxshi ekan, kadrlar hammasi yaxshi, zamonaviy stilda ishlashyapti, yaxshi. Qiyinchilik bo'lmadi, lekin avvalimiz mana bitdi. Lekin anchadan beri ko'ryapman. Ha, shu. Yariyam bor. Buni yashiradigan yo'l yo'q, savolar. Ashabiy klientimizda beriga. Yo, ko'p yugurib qolmadingizmi demoqchiman. Yo'q, yaxshi. O'rnida bo'lyapti. Biz ham bugun mana keldik. Kredit turlarimiz ko'p, o'zi to'g'risi gap, Chortoqda endi buni biz haligi hokim sektorlar bo'yicha yig'ilish o'tkazyapti, turganda ham aytyapmiz. Hozir hamma kredit bor ekan. Hamma turidan bor. Qarang, bitta savol bor. Mana avtomobilga garovga qo'yib kredit bormi? Avtomashina o'zi garovga. Shu o'zini garovga qo'yib olsa Kreditmi? bo'ladimi? Qanaqa mashina? Lasetti mashina bor, shuni garovga qo'yib to'lanishi kerak. Ha, kredit olish Ha. kerak. Mashinaning yili qanaqa? Yili 2000. 4 yoshdan katta bo'lmasligi kerak-da. 4 yoshdan katta. O'shanda 2025 bo'lsa 2021 bo'ladimi? 21 2021 dan oldin chiqqan bo'lmasligi kerak. 4 yosh.